Milliy tiklanish demokratik partiyasi va yoshlar qanoti tashabbusi bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturida aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish reja qilingan edi. Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan zakovat intellektual o'yinida 30 dan ortiq jamoalar 8 turda o'zaro bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Mazkur o'yinni tashkil etishdan asosiy maqsadimiz aynan yoshlarimizda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, ularni kitob o'qishga bo'lgan muhabbatini yanada oshirishga qaratilgan. Ma'lumki, partiyamizning 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturida ham aynan aholi va yoshlarimiz o'rtasida kitob mutolaasini keng targ'ib qilish, ularni kitobxonlikka jalb etish, O'zbekistonni kitobxon millatga aylantirish masalasida bir qancha vazifalar belgilangan va mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida partiyamiz tomonidan bir qancha loyihalar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan ta'lim boshqa tilda olib boriladigan maktab o'quvchilari uchun ham Milliy tiklanish kitob javoni loyihamiz tashkil etilgan. Aynan mana shu loyiha doirasida biz Toshkent viloyati va Toshkent shahrida ta'lim boshqa tilda olib boriladigan maktab o'quvchilari uchun kutubxonalar tashkil etganmiz. Bundan tashqari bizni yoshlar bo'limimiz tomonidan, yoshlar qanoti faollari tomonidan ham aholi orasida, yoshlar orasida juda ko'p aksiyalar tashkil etamiz. Musobaqaga Mutolaa onlayn platformasi hamkorlik qildi. Bellashuv davomida jamoalarga kitobxonlik va ilmiy ma'rifiy mavzularga oid savollar taqdim etildi. Bu o'yindagi taassurotlar haqida gapirsam, biz o'zi 6 kishilik jamoada Milliy tiklanish demokratik partiyasi va yoshlar parlamentini eng faol kitobxon yoshlar jamlandik va bu yerda men uchun shaxsan eng quvonarlisi ijodkor bo'lganim uchun ham savollar ichida mutolaa loyihasida berilayotgan badiiy asarlardagi qahramonlardan ham savollar tushyapti. Bu juda ham quvonarli hol, sababi bugungi globallashuv davrida yoshlarimizni badiiy mutolaaga, kitobxonlikka targ'ib qilishni o'zi bo'lmaydi. Chunki bugungi kunda internet biz bilan kitob o'rtasidagi raqobat bo'layotgan zamonda bu juda ham murakkab mavzu va bugun zakovat intellektual o'yinida mana shunday har bitta raundda kitoblardan savollar tushyapti va Milliy tiklanish demokratik partiyasining ham asosiy bosh g'oyasi bo'lgan o'sha ma'naviyat, tarbiya, ijtimoiy masalalarda yoshlarni fikrlashini o'stirish degan oldiga qo'ygan g'oyalari bugun zakovat o'yinida batafsil singdirilib borilyapti. Bugun yosh siyosatchi yoshlar o'rtasida intellektual zakovat o'yini o'tkazildi. Bu o'yinning asosiy maqsadi yoshlarni ilmga qiziqtirish, intellektual qobiliyatini oshirish bo'ldi. O'yin juda ham qiziqarli bo'ldi va rag'batlantirishlar yoshlarni ham menimcha ilm olishga qiziqtiradi deb o'ylayman. O'yin yakuniga ko'ra g'oliblik Semruq yoshlar parlamenti jamoasi, Unity X va Diplomat jamoalariga nasib etdi. Bu kabi tadbirlar nafaqat yoshlar va aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilishga xizmat qiladi, balki ularning bilim va dunyoqarashini boyitishda, jamoada ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang. Salomat bo'ling.